Bugun sizlarga ko'chma do'konlarimiz haqida ma'lumotlarni beraman. Juda ko'pchilik so'ragan, aka bizga ma'lumotlarni bering. Bu qanday bo'ladi, nimadan bo'ladi, nima bilan boshqalardan ustunsizlar degan savollarni berishgan va bugun imkon topdim mana shu do'konlarimizni qanday holatda tayyorlaymiz, shular haqida sizlarga ma'lumotlar beraman. Videoga like bosib, obuna bo'lib tursanglar juda ham yaxshi bo'lardi, chunki sizlar sabab, misol bitta like bosadigan bo'lsangiz, sizdan tashqari yana 10 ta 20 ta odamga videolarimiz yetib borishi mumkin. Oxirgi paytlarda ko'chma do'konlar juda ham avjida, ko'pchilik qiziqyapti, chunki zamon talabi ham xuddi shunaqa. Shuning uchun videoga like bosib qo'ysanglar, sizlarga o'xshagan odamlar ko'rib do'konlarimizga qiziqish uyg'otishi mumkin. Filiallarimiz Farg'onada, Samarqandda bor. 2019-yil boshlaganmiz va O'zbekistonda birinchi bo'lib o'zimiz boshlaganmiz. Hozirda ko'p, lekin sifat masalasida baribir boshqalardan ko'ra ancha ustimiz deb ayta olaman. Birorta odam shivellerdan do'kon qilmaydi, birorta odam do'konni tagiga tunuka qo'ymaydi. Shuni o'zidan bilsa bo'ladi. Poltaxtadan qiladiganlar ham deyarli yo'q. Qaranglar, do'konni boshladim obzorini. Endi asosidan boshlayman. Bu joyda shiveller bor. Shiveller 10 ga to'rtli shivellerdan qilamiz. Rosa ham katta do'kon bo'lsa 12 ga to'rtli shivellerdan qilamiz. Shivellerning qalinligi bor-u, juda ham qalin bo'ladi. 4-5 mm bo'ladi eng kamida. Bu shivellerdan qilinganda do'konni ko'targanda deformatsiya bo'lmaydi. Misol oynalari bilan yuklanadigan bo'lsa ham ko'rib turganinglardaqa deformatsiya bo'lmaydi. Profildan bo'ladigan bo'lsa, uzun do'kon olib ketadigan bo'lsa, yo'lda ketayotganda ham oynalari sinishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, ko'tarib tushirganda ham deformatsiya bo'ladi. Chunki profil bukiluvchan, shiveller esa deyarli bukilmaydi. Do'konimizning eng ostida ham tunuka bo'ladi. Sizlar ko'rinarmikin bu joydan ko'rsatadigan bo'lsam? Menimcha ko'rindi. Do'konni tagidan tunuka qo'yishimizning sababi yerdan zak o'tmasligi uchun, ichidagi utuplitel ushlab turishi uchun va umrini kamida 20 yilga uzaytirish uchun. Agar zak joy bo'ladigan bo'lsa ham, mana bu pol chirimaydi, birinchi tunuka chiriydi. Chirisa agar, asinkovni qilingan hisobiga chirish deyarli bo'lmaydi. Qaranglar, pol taxta qilamiz kelgan. Juda kam odam pol taxta qiladi, bunga e'tibor bermaydi. Agar pol taxta qilmaydigan bo'lsangiz, do'konga svet o'chganda yoki boshqa holat bo'lganda suv kiradigan bo'lsa, faneralar bor. Har qanaqa fanera ishib ketadi, ishgandan keyin bir joyga qaytganda uqalanib ketadigan bo'lib qoladi. Biz ancha-munchasi fanerasini puliga biz linoleum qilamiz. Bunda esa qo'shimcha pol taxta bor. Xudo xolasa mana shu do'kon 70-80 yil xizmat qilaveradi. Kamida 30-40 yil xizmat qiladi, bo'lmasa 70-80 yil xizmat qilaveradi. Endi steklavata bor bu yoqda, ko'rib turganinglardaqa rulonli steklavata qilamiz. Tomida ham xuddi shu narsa bor. Ichkarisida penoplast qilamiz. Penoplast ustidan esa falga qilamiz. Mana bunday qilib. Falga qilganimizdan keyin esa bunga o'xshab reka tortamiz. Reka tortganimizda dekor plasti bo'ladi, patologiya ham dekor plasti bo'ladi. Bu degani konditsioner yoqadigan bo'lsangiz, yozda bemalol ichkaridagi salqinni ushlab tura oladi. O'tgan yil ikkita odam keldi, qaradirni olishgan boshqa joydan, Farg'onadan emas, boshqa joydan olib kelishgan. Farg'onaga ikkita, bir yosh katta bir otaxon keldi, keyin bir ayol kishi keldi. Qisqasi ikkovi ham aytayapti, do'kon olganmiz deydi. Ichi isib ketyapti deyapti. Konditsioner yoqsa ham tugab turmayapti ichidagi havo, salqin havo. Nima qilsa bo'ladi deydi. Bolalar jo'natdik, mutaxassislar borib ko'rganda bitta penoplast qo'yib qo'yilgan xolosda. Bitta penoplast ushlamaydi, chunki atrofi tunuka buni. Agar devor uy bo'lsa, g'ishli uymi yoki devor uy bo'ladigan bo'lsa, devor bino bo'ladigan bo'lsa, mayli penoplast qo'ysiz bo'ladi, lekin tunuka bo'lgandan keyin atroflari iloji boricha 2 qavat, 3 qavat qilaverish kerak. Bizda esa ko'rib turganinglardek mana 8 li bruslardan ham ishlatamiz. Bruslar ishlatilganda bu orasi katta bo'ladi. Tashqarida plus yana bitta reka bo'ladi, ichkarida plus reka bo'ladi. 12 sm bo'ldi. Endi tashqaridagi yana tunikani oralig'ini hisobiga yana 1-2 sm. Devorimizning umumiy hisobi qalinligi 14-15 sm bo'lib ketadi. Shuni hisobiga vakuum yaxshi bo'ladi. Konditsioner yoqadigan bo'lsangiz, bemalol yozdagi ichkaridagi salqinni ushlab tura oladi. Shuning uchun iloji boricha utepleniyasiga ham e'tibor berish kerak. Narx arzon ekan falonchida deysizlar-ku telefon qilganda. Shulari ham borda, o'sha 6 ga 4 mikin do'konda yozda o'sha utepletel yaxshi bo'lmagan do'konda bolalar qayta hisoblashganda
ochib buni boshqatdan yana xuddi shu holatda yopishga 14 million atrofida pul qo'shilgan. 14 millionga qaytadan remont qilgizmagan. Biz aytgan ekanmiz 55 million deganmiz, 48 millionga ham 50 millionga ham olib kelishgan ekan uni. Lekin mana shunday o'tib plitalar sifatsiz bo'lganini hisobiga agar qaytadan boshqatdan qiladigan bo'lsa ham 60 million oshib ketadigan bo'lgan. Sizlardan 5-6 million qimmatsirab boshqa joydan olgan edim va pul donasini hamsin deyapti, yozda o'tirib bo'lmayapti deyapti. Shuning uchun bu narsaga e'tibor berasizlar. Bu maqtanish emas bu. Prosta jahlim chiqadi. Nimaga falonchada senda 50 millionlik narsa unda 45 million, 40 million deysizlar. Misol polni o'zida kimdir fanera qo'yadigan bo'lsa, laminat fanera qo'yadigan bo'lsa, meni linoleum puliga laminat pol bo'ladi-da. Men undan tashqari bu yerga pol taxt ishlataman. Pol taxti ham ozmashikka 4-5 millionga ketib qoladi. Undan tashqari tunik ishlataman, 1,5-2 million bo'ladi, tayda tuniki ham 1,5 million atrofida bo'ladi. Uning ichiga penoplast qo'yaman. Shuni o'zida anchagina farq bor. Endi undan tashqari boshqa narsalarda aytmay. Profil biz shiveler ishlatamiz. Asosan tepasi, pasti ham shiveler bo'ladi. Shiveler degani umrni uzaytiradi, ham baquvvat, ham deformatsiya bo'lmaydi. Qisqasi, narx solishtirgan paytda sifatni ham solishtirishni o'rganish kerak deymanda, shunga xafa bo'laman-da, bo'lmasa-ku. Misol men ham arzon ish qilib bersam bo'ladi. Mana bu pol taxtdan olib tashlab turib, hamma tayda tunikalarni olib tashlab, oddiygina fanera qo'yib qo'ysam, laminat qilingan fanera. Yo qandaydir fanera. Bo'ldi, linoleum 1,5 million, 1 million linoleum ketadi mana shu yerga. 1,5 million linoleum ketadi. Plintus bu narsalar bilan. Fanera qo'yadigan bo'lsam 1,5 millionga bitadi u ham. Lekin undan tashqari mana xarajatlar bor. Bu xarajatlar bor. Elektromontajlari qilinadi. Elektromontajlar qilinadi qayergadir, bu tomonga yoki bu tarafga shit uchun joy qoldiramiz, kabellarni tarab qo'yamiz. Har biriga alohida keladi. 6 ta rezitka qo'yamiz, bitta do'konga 6 ta rezitka uchun 6 ta kabel keladi. Undan tashqari lampa uchun ham alohida kabel keladi. Tashqariga lampa uchun kabel qoldiramiz, har doim u uchun ham alohida kabel keladi. Bittaga hammasini bog'lab qo'ymaymiz. Lekin manaqa rekalar qo'yiladi-yu mana bunga o'xshab. Mana bu devorga. Metlarga reka qo'ysa, har bir rekaga ham chizib qo'yamiz. Fanera dekor plast qilingandan keyin adelkasi. Alohida chizib qo'yamiz. Bizdan keyin bu yer yopilib ketsa, rekalar ko'rinmaydigan bo'lganda mebel qilayotgan ustalar mana shu joydan topishib oladi. Har biriga chizib qo'yamiz. Qisqasi do'konlarimizni ma'lumoti mana shu. 2019 boshlaganmiz. Faoliyatimiz davomida juda ham ko'p do'konlar qilganmiz. Narxlar masalasida qo'ng'iroq qilasizlar, chunki razmer do'konni razmeri juda ham ko'p do'konni razmeri. Hamda bitta razmerdagi, bitta o'lchamdagi do'konning narxi mijoz talabiga qarab 2 xil, 3 xil narxda chiqishi mumkin. Kimdir 6 ga 4 do'koni 50 million, kimnikidir 55, kimnikidir 60 million chiqishi mumkin. Misol, bu joyini bunaqa ber, bu joyini bunaqa ber degan uchun. Shuning uchun qo'ng'iroq qilasizlar, bemalol qo'ng'iroq qilish bepul. Qo'ng'iroq qilib, mana o'lchamdagi, shunaqa holatdagi do'kon nech pul deb so'rashingiz mumkin. Farg'ona, Samarqandda filiallarimiz bor. Hozir Ramazon oyida buyurtma qilgan har bir buyurtmachimizni oila a'zolaridan buyurtmachimiz o'zi xohlagan kimgadir chiroyli sovg'alarimiz bor. O'tgan yil velosiped berganmiz, kitoblar berganmiz, boshqa narsalar berganmiz. Bu yil qanaqa bo'ladi bilmayman, lekin mijozimiz xohlagan oila a'zolaridan qaysi birigadir sovg'alar berishga harakat qilamiz. Hammalarga Ramazon muborak bo'lsin. Videoni shugacha ko'rgan bo'lsanglar, demak, video sizlarga yoqqan menimcha, shuning uchun like bosib, izoh qoldirib qo'yasizlar. Faqat chiroyli izohlar.